Savollarım bo'lsa mana. Savoli bor Dalijon aka. Hazrat o'sha aqida maturidida o'tayotganda o'sha Allohdan bandani tashlab bog'liqlik yo'q. Bir inson tanlab olinadi. U farishtalik maqomidan ham yuqoriga chiqib, qutbi zamon bo'lib Alloh bilan bandani bog'lab turadi degan aqidamiz bor. Shunda o'sha qutbi zamon chiqqan bog'lovchi farishta emas u. Farishta bo'lishligi shart emas. Birinchidan farishta bo'lishligi shart emas. O'sha pir topguncha masalan, o'sha inson topguncha nima bir pirlarning muridlari bo'ladi. O'sha ruxsat berganlari bo'ladi. Shunga ruxsat o'sha pir bor, ruxsat berib qo'yadi. Shunga ham o'taveramiz endi. Ammo aqlda, ixlosda, nimada xuddi shu pirga berdingmi, qo'l berdingmi, bo'lmaydi. Esasa, boshqa vasvas bo'lmayman. Shu pirim komil inson, mutlaq komil inson bu. Qutbi zamon deb, mutlaq qutbi zamon deb o'zingga shu ishontir. Izlama, dovdirama. Qutbi zamon kim ekan, qanday ekan, manday ekan deb dovdirama. Shunda tinchlanasan, shunda sening jon dunyoң tinchlanadi. Tushunarlimi? Prosta. Endi bu xayol degan narsa shunaqangi bir rasvo narsaki, endi shayton o'tirib oladi, bir xayollari beraveradi senga, bir xayollari beraveradi, tinmaydi, charchab ketasan. Inson bosib o'ylab charchab ketadi. Bu shayton shunaqa bir vasvas qilaveradi shuncha. Bor ket, men qutbi zamon mana shu deganda ketadi. Bo'lmasa jinni qiladi. Yo'qol bor deysanlar. Ilojing yo'q shunaqa demasang, qutulmaysan-da. Nima ishing bor? Sen birga qo'l berding, bo'ldi-da endi. U yoq endi. U kishining ishi endi. Men shunga qo'l berdim endi. Men uni surishtirmayman. Bo'ldi, meni pirim ham shu, meni payg'ambarim ham shu, meni xudoim ham shu deb ixlos qilaver. Ana al-haq deydiganim ham shu ixlos qilaver deb qo'yamiz. Bo'lmasam shayton vasvas qilib tashlaydi sen. Qanaqa ekan, andaqa ekan, mandaqa ekan. Boshqa pirlarni izlab ko'rsammikan? Boshqacha Arabiston bo'lsammi, Turkiya bo'lsam, boshqa bo'lsammi? Izlashing kerak-da endi u nima qilgandek. Ya O'zbekistonda yursan, piringga toshadiganlarga usharib qo'ysang endi boshingga balo qoladi. Shaytonlar, ana aytdim-ku senga. Ko'rdingmi mana bu odamlar deydi, keyin vasvasingga yana ming vasvas qo'shib olasan. Alloh hazrati berilmish. O'zingizdan boshqasi yo'q bizda hozir. Bu esa bizning boshimizdan o'tganda, endi u bizning boshimizga o'tgan. Hozir dadalarimiz boradi, o'z xalifalar borardi, boshqa qo'lardi. Men endi u kishilarga unchalik bir ixlos qilmadim-da, yoki hozir pirimizga ixlos qildim. Shu hozir pirimizning endi pirimizni odob, axloq, muhabbati, oliyjanobligi, juda bir kamtar ekanligi endi bizda o'ziga rom qilib oshiq qildi deb. Boshqalardan shunaqa narsa bir muhabbat ko'rganimiz yo'q shuncha. Hazrat pirimiz. Dadalarimiz tarafdan bir mahsum bo'lardi, mahsum kalar bo'lardi. Jiddiy imomman Qoraqalpoqda endi. To'g'ri o'tkazamiz, boshqa qilamiz. Vahobiylarga qarshi kurashtiribmiz. Obordi televizor vahobiydan deb topib qolmab qo'ydi. Shu endi. Keyin kelib o'sha davomimiz taraflardan bo'ladigan bir mahsum bo'lardi. Bir joyda endi Qorakim bor, rahmatli Qorakim filmimiz mashina o'tirib, kishimiz yanında yonimizda o'tirib. Keyin birlaganda o'sha yerda endi birinchi marta ko'rishdik.
Maqsum akam elimizde yaşadı demesi evvel. Ne desin? Yaxshi keldingmi? Ishqilib to'g'riga borib kelsam, Alloh yana bir yana ovoz qilsin deb aytishga tili bormadi-da bechora. Nima uchun odam aytmaydi unaqa narsalarni? Siz ko'rib tursangiz endi. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun aytmaslik kerak? Bu odamgarchilik degan narsa bo'lmaymi insoniyatda? O'zbekchilik bo'lsin, odamgarchilik bo'lsin. Nimaga sen aytmaysan? Nimaga tanimasang mayli edi. Sen taniysan endi. Bizga hurmat qilib yuradigan odam. Ishim bo'lar tarafidan yo'q. Qani ishim bo'lar tarafidan bir Maqsum buva. O'z qo'shni masalanda. Shunga men hayron qoldim. Bechoralar. İnsoniyatdan odamgarchilik ham ketib qolar ekan-da deb qo'yaman-da endi. Shunga hayron qolganman endi. Endi biz hali pirimiz endi ajoyib bir mehr muhabbat bilan qarorladi. Shu yuragimizga ana shu narsa dunyoda yaratilgan ashyolarning ichida ishqidan ortiq bir zavq, huzurdan ortiq bir lazzat yo'qligini bayon qilyaptilarki, qaysi bir bandaga Alloh taoloning ishqi yetdi, uning zavqi yetdi, buni men bebaho deb tutiraman. Uni na jannat, na o'zga ne'matlar barobar qilib bo'lmaydi buni. Mana bu yig'ilib turgan birodarlarimiz nima dardga ketdilar. Mana hammamizga ham inshaalloh mana Parvardigorimning didorining ishi shu.